Farg'onada ayanchli voqea yuz berdi. Gap shundaki, 16 yoshli yigit profilaktika inspektorini pichoqlab qo'ydi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, voqea mahalla hududida sodir bo'lgan. Aniqlik kiritilishicha, o'quvchining onasi profilaktika inspektoriga qo'ng'iroq qilib, o'g'li uydagilar bilan janjallashayotgani, maktabga borishdan bosh tortayotgani haqida gapirgan. Inspektor darhol manzilga yetib boradi. Suhbat olib borayotganida 16 yoshli o'smir inspektorning orqa tarafidan pichoq sanchib olgan. Pichoqlangan ichki ishlar xodimi og'ir ahvolda darhol shifoxonaga yetkazilgan. Bosh prokuror matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning millariga ma'lum qilishicha, hozirda mazkur holat yuzasidan voyaga yetmagan yigitga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan Qo'qon shahar prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Biz jarohat olgan profilaktika inspektorni tezda sog'ayib ketishini tilaymiz. Hurmatli uka-singillarimiz, arzimas janjallar sabab yosh umringizni xazon qilmang. Har qanday kelishmovchiliklarni tinch yo'l bilan qonun doirasida hal etishga odatlaning.